Agar basseningiz toza bo'lsa, bu basseyn hisoblanadi. Aks holatda u qimmat tog'ora. Toza basseyn bo'lish uchun ozgina ilm kerak bo'ladi, ozgina mehr kerak bo'ladi va ozgina informatsiya bo'lsa, inshaalloh sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Basseningiz toza bo'lsa, bu kayfiyatni beradi, bu rohatni beradi, bu komfortni beradi. Agar aksi bo'ladigan bo'lsa, bu qo'pol gapirganda g'urbat, bosh og'riq va kerak bo'lsa, sizni zararga ham tiqib qo'yadi. Shu holatda sizda alternativalar bor. Buni yechimini qilish uchun. Agar siz ko'chadan ortmasangiz, ish bilan band bo'ladigan bo'lsangiz, basseynni mavsumiy holatda obslujeniyaga topshirishingiz mumkin. Bu xizmatimizga keldi-ketisi bo'lsin, basseynga tushadigan dorisi bo'lsin, qilinadigan profilaktika ishlari bo'lsin, hammasini o'zimiz nazorat qilamiz va basseynni mavsum jarayonida sizga tabiatli holatda, chiroyli holatda ushlab berishga harakat qilamiz. Ikkinchi alternativa, yo men begona odamlarni uyimga kelishini xohlamayman desangiz, unda after o'zingiz bo'lasiz va bilganingizcha basseynni boshqarasiz. Bu holatda ko'ramiz, bilamiz, ko'pchilikni ozgina informatsiyaga ega bo'lmasligi hisobiga ozgina muammolar tug'ilyapti. Shu holatda biz uchinchi alternativani taqdim qilamiz. Inshaalloh shu xizmatni ham yo'lga qo'ydi. 25 yildan beri alhamdulillah basseyn qurilishidan tortib barcha xizmatlarni qilib kelyapmiz va shular qatoriga onlayn konsultatsiya xizmatini ham yo'lga qo'ydi. Bu nima beradi insonga? Qisqa muddatda siz o'zingizga kerakli informatsiyaga ega bo'lishingiz mumkin. Xudo ko'rsatmasin, nimadir bir chepa bo'lib qoldimi, qo'ng'iroq qiling, Telegram orqali chiqing, nima muammosi, nima qiling, nima qilsam muammoni bartaraf qilaman, nima qilsam basseynim tiniq bo'ladi, nima qilsam kerakli profilaktikalarni qilsam holat yaxshilanadi, nima qilsam basseynga tushadigan dorilarim me'yorda bo'ladi. Maqsad bu yerda bitta. Sizni ortiqcha bir zararga ham kirmasligingizga, naqdingizga ham, vaqtingizga ham ayash maqsadida, menimcha inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddaman bu xizmatimizni. Va men aytib o'tish kerakki, bu xizmatimiz faqat shu maslahat bilan kifoyalanib qolmaymiz. Agar sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, shu Telegram orqali aloqaga chiqing, savolingizni bering, muammongizni ayting. Muammoni bilib, uni sababini topib, bartaraf qilishgacha inshaalloh yordam beramiz. Bassengizda nima muammo bo'lsa, Telegram orqali videosini tashlaysiz, rasmini tashlaysiz, biz o'shani analiz qilib turib, sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu xonadoningizdagi basseyn bo'lsin, bu jamoat basseyni bo'lsin yoki oddiy gapirganda Intex kichkina basseynlar bo'lsin, inshaalloh har biriga to'g'ri yechim berishga harakat qilamiz.